Xo'p, bu mahsulotni qancha kutding, nechtasiga va'da berding? To'g'rimi uchun? Toza havosi juda ko'pchilikka va'da berdik. Mana shu lapuh bo'ladi. Qari qiz deydi mahalliy tilda. Xalq tabobati bilan endi biz birlashamiz, xudo xolisa. Vaqti keldi. Buni o'zini har sezoni bor ekan, qara, shu bahorda boshida, o'rtasida yoki yozda boshida teriladi, olinadi. Mana bunday soch qilib chiqarib ham uchun bularda tayyorlab ko'rsatib qancha vaqt kerakligi, ichish kerakligini haqida aytib berishing kerak endi. Endi ma'lumot beramiz. Juda kuchli jigar xastaliklarda, buyrak yetishmovchiligida, o't qopida, hattoki kuchli onkologiyada, jenskiy kasalliklarda, ayollarimizda kista, mioma, bo'ysunmovchi hujayralarda mana shu eng katta foyda. Eng kuchli ekzema, psoriaz, allergiya kasalliklarida, ayniqsa chuqur to'xtalib o'tamiz, jigar xastaliklarida juda ko'p gepatit, siroz, pechenlar bor. Mana shu uchun biz buni atayin toqqa chiqib eng toza musaffo havodan olib keldikki, mana shunaqa toza tog'da asallari bilan tayyorlab beramizki, xolodilningizda, muzlatgichda 6 oygacha saqlanaveradi. Buni qancha kerakli, qanday qilib saqlash kerakligi hammasini o'rgat, ham uchun bular. Tayyorlashlarigacha ko'rsat. Mana shu birga bir holatda qo'yiladi. Mana shunaqa toza tog'da asallari bilan bizlar yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu endi uzoqqa dastlabki qilib bersang, asali bilan qilib bersang bo'ladi. Yoki o'zimda asalim bor, shuni o'zini berib yuboring desa ham berib yuboramiz. Faqat ulgurib qolish kerak. Bular soni cheklangan. Bunaqangi ko'p miqdorda olmas ekan. Sababi bundan soch qilib chiqazib olishni o'zi qancha qiynadi uchun. Juda qiyin. Ayniqsa bu narsani mana bu qishloq sharoitlarida qiradirlardan olib bo'lmaydi. Immini tog'niki kerak bo'ladi. Sababi tog'ning havosi juda boshqacha. Bu narsani yaxshilab aralashtirganimizdan keyin mana bunaqa holatda bizlar quyib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Buni necha mahal qanday ichish kerak? Ichish jarayonlarini yana qaytadan tushuntiraman. Ovqatdan yarim soat oldin bir choy qoshiqdan 3 mahal ichiladi. 7 kun ichib, 3 kun tanaffus qilib, shu yo'sinda 1 oygacha davom ettiriladi. Keyin tanaffus qilib yana davom ettiriladi. Mana qarabsizki, sizda jigar sog'lom, buyrak sog'lom, siz biologik holatda insoniy zo'r yurasiz, xudo xolasa. Sababi sizning sog'ligingiz, bizning boyligimiz. Mana shu lapuh ildizi tanadagi tuzlarni oladi. Tanada kista mioma bo'lsa bartaraf qiladi. Jigardagi hujayralarni mustahkamlab beradi. Ayniqsa bu oshqozon kasalliklarida, ich qochishda, hazm jarayonlarida haqiqiy foydali. Buni men bilasizmi qancha kutdim. Uylanishimni ham buncha kutmaganman. 1,5 yil kutdim mana shu narsani olib kelgunimcha. Xudo xolasa bu narsani beramiz oftob urganlarga. Bu narsani beramiz tanasidagi juda kuchli allergiyalarga. Bu narsa haqiqiy siz bilan bizga mana shu foyda. Ertaga kelasiz do'konimizda hammasini batafsil tushuntiramiz yana xudo xolasa. Inshaalloh ulgurib qoling. Xudo xolasa harakat qilamiz. Bularni hozir moment yetkazib berishga muddati terib olish mana shu uchun 1 haftaligi qopti. Inshaalloh mana shu 1 haftaligida terib ulguramiz, moroziskaga qo'yamiz, vaqti bilan yetkazamiz inshaalloh. Bir kursi hechinasi 3 ta idishda olsa, xudo xolasa yetadi. Narxlarini ham misol arzon qilib qo'y, dori-darmonlardan arzon bo'lsin, olib ichib foyda ko'rsa, ham bilan bizdan duo qilsin. Inshaalloh kommentariyalarga buni foydasini yana yozib qo'yamiz. Albatta, baraka top. Keyin mana bu ayollarimiz hozirgi paytda qiynalayotgan kista, mioma, poliplar bor-ku uchun. Xuddi shunday. Mana shularga ham foydasi katta. Amin. Shu uchun aytamiz, videolarimizni oxirigacha ko'ring. Eng kerakli ma'lumotlarni yetkazamiz. Yana ofisiyada hamma ma'lumotlarni qo'yamiz, qachon qaysi paytda ichish kerakligini. Xudo xolasa. Baraka tinchlantirdi bor-ku. Buni olib ketib kechqurun quchoqlab olayotsan ham bo'ladi. Albatta.